Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan bugun ko'rishib turganimdan yana xursandman. Sizlar bilan bugun SAS texnologiyasini, o'tgan darsda aynan SAS texnologiyasini ko'rgan edik. Uni endi bugungi darsda asosan bugun SAS texnologiyasini chuqurroq o'rganish va SAS texnologiyasidagi sintaksis bilan tanishib chiqamiz. Lesson 14. Xo'p, har doimgidek CSS papkasi, SAS papkasi, index.html, index.html va SAS va CSS larni yaratib olaman. Main CSS. Bu gal SAS faylini nomini ham, CSS fayl nomini ham bir xil yarataman. Main. Faqatgina SCSS ni tanlab yuboramiz. Yozib qo'yaman. Mana ishlashni boshlashdan oldin har doimgidek biz hozir siz bilan SASdagi bo'ladigan proseslarni tushunib olishimiz uchun albatta unda SAS kodni yozamiz. Vizualni ko'rishimiz uchun albatta uni CSS ga o'girishimiz kerak. Buning uchun biz yana o'tgan darsda tushuntirganimdek proyekt papkamizni ochib olamiz. Proyekt papkamizning ichida biz buni hozir proyekt papkamizni, ya'ni komandli strokada ochib, SAS buyrug'i orqali, Ruby'ni SAS buyrug'i orqali SAS fayllarni kuzatish buyrug'ini yozib qo'yamiz. SAS watch SAS papkasining ichida main.css enter bosamiz va SAS for changes deb yozdi. Menda hamma narsa tayyor. Endi SAS ga yozib, CSS da natijani ko'rib ketsam bo'ladi. Ya'ni o'zi yozish qoidasi qanaqa, sodda yozish qoidasini ko'rib chiqamiz. Xo'p, sizga tushuntirishim uchun har doimgidek wrapper'dagi UL class menu ichida misol uchun bosh sahifa tushunishingiz uchun, nima qilmoqchiligimizni tushunishingiz uchun aytib o'taman. Oddiy menu qilmoqchiman SAS yordamida. Bosh kurslar. Xo'p, o'zgartiraman. Galereya. Xo'p, jamoa. Mahsulotlar. Kontaktlar. Mana shu ko'rinishdagi oddiy menyuni qilmoqchiman. Albatta bu hozir bizda nisbatan sodda chiqadi. Ana endi men SAS va oxirgi natijada, ya'ni CSS da qanday ko'rinishga keladi bu narsa. Shu narsani tushuntiramiz. Ya'ni birinchi holatda biz oddiy sodda SAS ni ko'rib chiqamiz. Ya'ni qanday yoziladi eng oddiy holatda.